Hammaga salom bola. Bugun sizlar bilan Radik va bugun biz Minecraftda challenge qilamiz. O'rtog'im challenge yozibdi. Minecraftda 10 ta yuzimni ichlar bilan savdolashib oldibdi. Lekin men 5 ta olishga qaror qildim, sabab 10 ta olish qiyin. O'shaning uchun 5 ta qildim, короче. Unda videoni boshlaymiz. Давайте. Va bola qishloq sizni ekranga chiqarib qo'yaman hozir va o'shani ko'rishinglar mumkin. Koordinatalarga chiqarib qo'yaman va mana shu qishloqda o'ynab ko'ringlar. Mazza qilasizlar, vashsha bo'lasiz. Videolar uchun vashsha mazza katta. Qanunda videoni boshlaymiz. Kettu. Mana qishloq topaman deb ovqatlarni tugab qoldi. Mayli o'sha yerda hozir mana shu yerdan ko'rib olaylik. Nimadir bordir. Non bor ekan. Olma. Yig'ishtirib olaylik. Kitobda ham mayli olib ketaveramiz. Kitobda ham kerak bo'lib qoladi. Tak, jitel, maka, nima sotasan? 15 ta izumrud. O'sha 15 ta uglga bitta izumrud. Bo'ladi. Yursan qamab qo'yaman hozir. Kira maka. Hozir eshikni ochib yuboraydi. Qani kirma shu yerga. Kira qatga. Mayli. Ketaversin. Ketda nima bor? Temir bor ekan. Obsidian. Oltin bor ekan. Mayli. Takmashlarni taxlashtirib olaylik. Olma, oltin, hammasini olamiz. Va endi tezroq 500 ming topish kerak. Agarda bola challenge-da o'ladigan bo'lsa ham challenge tamom bo'ladi bola. O'shaning uchun bitta maytdan kravat olib ketdik. Balkim bor. Kravat bordir menimcha. To'xtanglar, ovqat yeb oling. Sekin yurish jonga tegib ketdi. Olmaydi. Kravatdan olib ketamiz mayli. Va kravat ham olishimiz kerak. Tak kravatni oldim. Tak bilan qo'yib olamiz. Endi har ehtimolga qarshi kravat olishim kerak, sababi bitta olsam challenge tugaydi. Tak mana bularni yig'ishtirib olamiz. Baribir lekin men dragonning oldiga bormayman. Baribir vashiyda kerak bo'ladi, короче. Urug'larni nima qilishni bilaman. Endi tak monetis sabzlarni ham yig'ishtirib olamiz. Endi ochib qolsa bular bilan ham savdolashsa bo'lsa kerak, lekin bilmadim. Ko'ramiz. Давайте. Mana shu yerda ham adashmasam poliz bor edi. Jiteli bejabga chiqibdi mana. Buni olamiz. Va ketamiz. Хорошо. Qo'ng'iroqni bosaymi? Qo'ng'iroqni yo bosmayman. Jitelar hammasi kirib ketadi. Jiteli bor ekan mana yerda. Qilasan. 15 ta izumrudga bitta. Nima deyapman? 15 ta uglga bitta izumrud. Давайте maksimal ugl yig'ish kerak. Eshikni yopib sani qamab ketay. Keyin kelaman bu yerga. Hozir men qanday qilib sani qamab ketaman. Yuz. Tak, mana tashlasam, bo'ldi. Sen nima qilasan? 15 ta lablarga bitta izumrud berar ekan. Va birinchi izumrudimiz bo'ldi. Birinchi izumrudimiz. Buni nima qilishni bilaman. Olib qo'yamiz bo'ldi. Mana jitel vachcha. Maka seni qamab qo'yaman. Sen 6 ta ko'jaga bitta izumrud. Maksimal ko'ja topishimiz kerak bo'ldi endi. Sababi bu ko'rasizlar. 6 ta ko'jaga Men seni qamab qo'ymoqchi edim. Uyga kiradi deb.
ikkita kuznetsam bo'ldi, 3 ta anetay bilan 4 ta. Aytyapman-ku bola, mana shu yerda o'ynamasanglar bo'lmaydi. Ko'ryapsan, bitta joyda 4 ta kuznetsa bor. Bitta qishloqda. Buni tasavvur qilish qiyin bo'ldi. Bunaqasi edi, ya'ni kodni topolmaysiz. Mayli ekranga chiqarmayman. Aytgancha bo'laman. Telegram kanalimni ochdim. Yangi Telegram kanalim. Bu yoqqa ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariy ссылка qo'yaman. O'tib unga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu qishloq desanglar mayli. Ekranga chiqarmayman. Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimga tashlayman. Ketdim. Topib olasizlar kerak. Aytgancha bo'lib, o'sha kodni kiritib meni ochsanglar chiqmasa, yoniga koordinata yozib qo'yaman. O'sha koordinataga borib turib qarasanglar bo'lishi kerak u. O'shaning uchun negativ yozmanglar. Qarama, qayerga qarayapsan o'zingcha? Yopala eshik. Tak bola. Maksimalni biza izumrud topishimiz kerak. Izumrud uchun mana ko'ryapsan bola, bitta, ikkita, 3 ta mana. 4 ta vasheta, 4 ta. Hozir mana shuni ko'raman. Adashmasam mana uni ko'rdim-da, boya ko'rdim. Birinchi kelganimda ko'rdim uni. Uning ichida oltin, temir bor ekan, olma, chest plate, qilich, har doimgi narsalar. Tak, chest plate kiyib olaman. Mana ko'rdilarmi, bola yarashganmi? Kirashmanmi? Voh, molvachcha maki. Xo'ja bermasang, lekin hay, yiban o'lib ket. Xo'ja bermaydi. Kerak payti bermaydi xo'jani. Kerak emas payti xo'jaga yuk tashlaydi. Xo'jaga ko'mib tashlaydi. Bular ham boyaga saynaku. Tak, olma ye. Nima bo'la olma? Qilich vashita kerak emas, o'zim qilichim bor. Sing qilichim bilan suqib olaymi qilichimni? Bolalar, короче, oldingi o'yinlarda bilsanglar, Java versiyada o'ynadik. Bugun bu challenge Bedrockda qilamiz, sababi Javada o'sha seed ish bermas ekan, короче, ko'rdim, короче. Javada qila olmadim. Bolalar, izumrudni qaranglar. Ikkitasi turibdi. Top bolasizlarga savol. Mana shu izumrudlar hisoblanadimi? Mayli, hisoblanadigan qilaveringlar, sababi mana shu yerda challenge qiyin bo'lib ketdi. Hisoblanadigan qilinglar mayli. Endi tak bola 2 izumrud topsa bo'ldi. Challenge bajargan hisoblanamiz. Mollar bor ekan, mana yerda nimaga boyatdan beri ko'rmadim. Mana davay jo'ntarim deb. Hamma molvachchalar. Nimaga inventorda ochmayman? Bola, ovozimni o'zgartiraymi? Ovozimni. Ovozimni o'zgartirsam qo'rqib ketasizlar bolalar lekin. Mana bola, ovozimni o'zgartirdim. Men qalay ovozim? Normalmi? Tekstga bo'lib qoldimi ovozim? Mayli, o'z holiga qaytaramiz endi. Ovozim normalmi? Joyiga qaytdimi? Tak. Bo'ldi. Narvonga namuncha tez bo'ladi. Nimaga pastga tushdi? Savol. Non bor ekan, mayli non olib ketamiz. Mayli buni ham kiyib olamiz. Shu. Tak. Menda 4 ta koja bor. Yana bitta koja topishimiz kerak. Ham jitel namuncha uzoqda.
kirib olgansan. Nimaga? Ko'tarilsak. Baribir qo'lim yetmaydi. Nimaga bu yerdan yetmaydi qo'lim? Mana mashinaga borib ko'raylik, mayli. Qani bu yerdan yetadimi qo'lim? Yetish kerak qo'lim. Nimaga yetmaydi qo'lim? Nimaga? Orqadagi oynadan menimcha yetish kerak. Yana bilmadim, hozir ko'ramiz. Bundan ham yetmas. Endi nima qilamiz? Mana shu toshni sindirib ko'rishimiz kerak. Bu ham umrimiz deydi, bu toshni sindirish ham. Sina qol. Bu xarosh. Mana 15 ta o'g'il. O'g'il yig'ishimiz kerak, maksimalniy bola давайте ketdi. Tiktoy. Ashita mashina yig'sa ham bo'ladi. Sababi adashmasam Boridan etdi. Mashinaga sotadi, yo'q. Adashmasam bunga sotmasda. Bu ana lablagiga sotardi. Tak. Demak, bular foyda bermaydi. Endi nima qilamiz bo'la? Qayerdandir izumrud topishimiz kerak. Izumrud. Qayerdan topsam bo'ladi? Ikkitagina kerak bo'ldi, faqat ikkitagina. San sot yo'q, 6 ta koja, menda faqat 4 ta bor. Nima qilsam bo'ladi? Sana qamab ketib turib koja izlab kelsammikin? Bilmadim endi. Mayli, seni qamab ketaman hozir. Blok olayda bu yerdan. 3 ta, 4 ta, 5 ta va 6 ta. 6 ta yetarmikin? Nimaga nuqul inventar ochib olapman? Udi bosaman deb adashib, beni bosib olapman, inventar ochilib ketyapti. Tak, mana bitta blok yetmay qoldi. Nimaga bitta blok yetmay qoldi desanglar, mashetga qo'yamiz va mana qilamiz. O'shaning uchun. Mana ko'rdinglarmi bo'la? Tak, unda ketdik koja yig'amiz. Ot adashmasam koja berardi. Ot mana faqat shunday koja berardi, hozir ko'ramiz. Qanaqa? Berma-da, koja berma. Kerak emas bizga koja-da. Kerak payti bermaysan shunaqa qilib. Nima bu? Mana. Mana shu yerda turgan ekan, menda 30 ta lablar bor yana borib. Nimaga men bunaqa yuribman? So'nggi izumrud mana oldi bo'ldi. Challenge bajarildi, 5 ta izumrud. Qiynalib yuribman men boshqa yerlarda koja yig'ib. Mana 5 ta izumrudni ham yig'dik bolalar va challenge bajardik. 5 ta izumrud qo'limda turibdi mana. Men bo'lib ketdim. Challenge'imiz bajarildi. Mana izumrudlar ko'rishlar mumkin. Menimcha videomiz ham shu joyda nihoyasiga yetdi. Hamma bilan keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sizlar bilan Radik bo'ldi.